chiqarmaylar bu narsani. Qaranglar. Mana men PUBG dan ketganimga bir martda o'sha PUBG ni tashlab yuborgandim. PUBG o'ynamay qo'ydim, qaranglar. Mart, bu yilgi martgacha 1 yil bo'lsa, aprel, may, iyun, iyul, avgust, sentyabr, oktyabr. 1 yil u 7 oy bo'libdi PUBG ga kirmaganimga. 1 yil u 7 oydan keyin kirdim, o'yinni o'ynadim, yutdim. Mayli, u yutganim hech balo emas, qaranglar. Erda igroklar bor, mana jalab men ketishim ham mayli 1,5 yilda ham gapirmayman. Men o'ynab yurgan vaqtim ham o'ynagan odamlar bor. Men ketganimdan keyin ham har kuni stream qilib o'ynagan bolalar bor-da yerda. U bolalar jalab qanday tushuntirsam bo'ladi? U bolalarchi PUBG degan o'yinni udaltib qorish kerak jalab. U bolalarni bu o'yini pozor degani u jalab. Agar ertaga qanaqadir turnir bo'lib qolsa, agar mana shunga o'xshagan hozir mana WoWda turga-tur turnir bo'ldi. Agar misol uchun boshqa qaysidir davlat bilan mana shunaqa streamerlar yig'ilib o'ynaydi, turga-tur deydigan bo'lsa, voyski atucha pozor bu jalab. O'ynash tugur otishni bilmaydisiz-ki. Yana hammasini YouTube'da 300 ming, 400 ming, yarim million, undan ham ziyod podpishchilar bor. Nahoy odamlar ularni kuzatadi, bot chiqyapti, nimasini kuzatadi jalab. Hayron qolaman, otishni bilmaydi. Men 4 kun o'ynadim, mana 4 kun PUBG ni o'ynadim. Kirdim jalab, o'sha 5 yildan beri PUBG o'ynaydigan bolalarni o'ldirib yuribman. Shuncha vaqtdan beri o'ynagan odamlar bilmayman, quta suriyami bular PUBG da kirib yoki jalab mana faqat open case qilganmi yoki jalab battle o'ynaganman, okalar PP bering, kotimga sking degan battle o'ynashni bilmaydi jalablar, otishni bilmaydi. Xuyet qilibman kirib ko'rib. Erta qaysidir davlat bilan o'ynab qolsa faqat o'ziga oladi, boshqa hech bironi bilmaydi bular. Eng yaxshi maslahatim, bularga beradigan maslahatim mana shu joyda karyerani to'xtatish kerak. Borish kerak jalab BMG Drive'da o'ynab, BMG Drive'dan video qilib pulni ishlash kerak. Ular uchun emas ekan bu PUBG degan o'yin jalab. Shu o'ynamasligi kerak. Streamerlarga tegishli bu gapim. Realni jalab qo'lidan kelmaydi hech qaysini hech bola jalab. Yoki bilmadim, streamga o'tirib nimadir ularni aytib berandim sizlarga, shuning uchun ularni kuzatasizlar jalab. Tushunmayman onangizga. Oldin qanaqa igroklar bor, konkurensiya pizziz kuchli edi. Plus kirding jalab otishmalar, qiziq narsa. Hozir yo'q unaqa narsa. Otishni bilmaydi. Voyski. Yana shularni 500 mingdan podpishchik bor YouTube'da. YouTube kanalida 500 ming podpishchik, Instagramlarda. Hozir men ularning ismini aytsam, bir ikkitasi xafa bo'ladi. Men o'ynalmagandim, o'yinim chiqmagandi, zalotim yo'q, ko'ttimga skip qo'ydi. Lekin jala bir 5 yil oldin tushunib yetganman, bir o'yinim chiqmay qoldi yoki zalotim yo'q, unaqa narsa yo'q bu o'yinda jala. O'ynadingmi, qo'lingdan keladimi, o'ynading, yutding jala. Bu o'yinim o'xshamayapti. U bo'layapti, bu bo'layapti. Qizicha komandamda Fin degan bola ham 1,5 yil oldin ketib, men bilan birga CS:GO o'ynab yurib, 1,5 yildan keyin kelib, u ham 2-3 kun o'ynab, yana o'ldirib yuribdi bolalarni. Voyski, u pozor mana. Ves mana O'zbekistonda bor streamerga bu gapim tegishli. Pozor sallaga. 300-400 mingta podpishchik bor, qo'lingdan qo'ta ham kelmaydi. To'g'ri otishni ham bilmaysanlar jalab. Yana bir ikkitasiga savol berilgan. O'zbekistonda zo'r streamerlar kim desa jala qayer? Voyski. Asablarim buziladi. Yana shularni odamlar kuzatadi. Poxoy skip. Главный keldim, yutdim jala bu. Bu yerda nimadir dokazat qilish ham shart emas ekan. PUBG kelib nimadir dokazat qilib o'tirish ham shart emas ekan. Haligacha o'sha gavno jala otishni bilmaydigan bolalar. Kirdi, yutdi, og'ziga berdi, chiqdi. Turnirda nech pul yutdingiz desalaring agar, nech puldi? 10 million. 10 millionda 2,5 milliondan komandaga bo'lib berishadi, plus kubok yutdi. So'jala, boshqa hech bo'lamas. Zatto aytdimmi, o'tgan safar mana istoriya qo'ygandim. Turkummi, 5 kun oldin istoriya qo'ygandim. PUBG skejet qilayotganimmi? Dadajon PUBG skejet qiladi, PUBG ga qaytadi, hammani og'ziga beradi degandim. To'g'ri qildimmi? Og'ziga berdimmi yo bermadimmi? Berdim. Voyski, nahoy 6000 ta. Qo'rqib ketyapman ko'p odam ko'rayotganiga, o'z o'chirib qo'yaman. Pipin bolasini ko'rsataman, chek. Baqiga yiban. Mana bu Pipini bolasi. Kameramni chaqirib olyapti, yiban bu kameram. Nahoy kamera qirib olyapti. Dalba yo'q, qo'rqma, kamera bu yiban. Ma. Pipi yala bu. Qara, dalba, mana qarayda. Pipidan chiroyli bola chiqdi.
Endi jalla onasiga emas, adasiga o'xshaydi-da. Adasi chiroyli bola o'zi, bolalar ham chiroyli bo'ladi deyshadi-yu jalla. Menman-da o'sha. Sochimni gapirmanglar faqat. Sochimni gapirding, blokga tashladim. Sochimni gapirsalaring ko'tsizlar. Endi o'sguncha chidab turinglar. Shuna xuyoy qilib oldirib qo'ydim o'zim jallab. Men shuna qilib oling degandim. Voy nima bu sochi, yana soqqollarim o'sib ketgan jallab. Shunaqa ham xunuk odam bo'ladi. Bu dunyoda kim qaysi kuchiyotchi jallab nuqta jalla tashlayapti. Nuqta tashlaganda onasi portlab ketsa mana. Yotibdi, onasi shunday yotibdi uyda. Maza qilib yotdi. O'g'li jallab kommentariyaga yoki meni primoy verimga nuqta tashlab, bum jallab portlab ketdi. Assalomu alaykum aka, men sizga haykal video yasagandim, ko'ngil uchun story qilib bermadingiz. Ko'nglingizga qo'tag'im jigarim, hali ko'rganim ham yo'q u videoni. Tashoqni yebsan. Rahmat okajonim. Addushi. Yeyman, oching. Ataxanov dibering zapis ketyapti. Ataxanov ukajonim og'zingizga oling mana. Bo'ladimi shunaqa deb bersam? Ona bebi, onasidan so'k. Onasidan. So'k, yeban, so'k. Dalba yo'q. Ertaga stream qilaylikmi YouTube'da yo'q, qilmaylikmi? I plus nimani aytmoqchi edim? Ano PUBG'ni so'ramoqchi edim. O'zim qaytib hammani skem yoki naxu kerak emasmi? Aslam si sila aslam i. Gapni o'qigan bo'lsangiz bitta baqirib bering. Yo'q, baqirmayman. Nima baqirishim kerak? PUBG'ga qaytib o'zimiz skelaymi? Kerak emasmi? O'sha qaytishim shart emas, jala takitag qaytib skeyotibman. Sochingiz yorvoribdi-yu olib. Ey, gapirma. Sochimni gapirma. Yig'layman hozir, gapirmaylar sochimni. Normalniy sochim. Deb o'zim aldab o'tiribman, bila. Naxuy e'tibor qilmadim. Sochimni gapirishlaring bilganimda jalla primoy yondirmasdim. Zayba, unayni sikay.